Burunqi zamonda tog' bag'ridagi bir kichik yezida Olim ismli bir bola opasi bilan birga yashaydi ekan. Ularning turmushi namrat bo'lsa-mu, ona bola bir-biriga yo'lak bo'lib xushal yashaydi ekan. Olimning dadasi u kichik vaqtida vafot bo'lgan ekan. Shunga Olim kichikdilla opasiga yordam qilib, tog'dan o'tin terib keladi ekan. Bir kuni u tog'da o'tin terib etib, ilgari ko'rib boqmagan bir yo'lni bayqab qoladi. Uning shexida bo'lsa, bir dona oltin ranglik olma bor edi. Olim olma uzmoqchi bo'lib, qo'lini uzatganda, To'xtab tur, o'g'lim, uzmay tur. u keyniga qarasa, oqsoqolliq bir bovay turardi. Bu odatdagi olma emas. Uni yegan odamning bir orzusi amalga oshidi. Olim xushal bo'lib, Undaqda men uni opamga elib ketay. Opamning turmushi yaxshi bo'lsin. bovay kulimsirab, Ip kessang bo'ladi, lekin bir ishni unutma. Bu olma faqat o'zi uchun oshko'zlik qilmagan odamga baxt ip keladi. Olim bu so'zning ma'nosini to'liq tushunmasa-mu, olmani elib uyiga qaytadi. Olim uyiga qaytib, bo'lgan ishni opasiga aytadi. Opasi, Balam, biz namrat bo'lsaqmi, osh qog'inimiz yo'q. Bunda qimmatli narsani aldirab ishlatmaylik. ular olmani bir sanduqqa sepib qo'ydi. Lekin oltin olma to'g'risidagi xabar nihoyat tez tarqalib ketdi. Bu xabarni yezidagi boy savdogar Qosimmi anglaydi. Qosimning mol dunyosi ko'p bo'lsa-mu, u yanada texmi boy bo'lishni xohlaydi ekan. Olmani menga ber. Sana 10 qo'y beraman. Olim yana rad qiladi. Qosim achchiqlanib ketadi. Shu kechasi u o'g'irliqchi olimning uyiga kirib, oltin olmani ip qochadi. Qosim uyiga qaytib, eshikni qulflaydi. Ondan olmani qo'liga elib, Mening 100 sanduq oltinim bo'lsin. u olmadan bir tishlam tishlaydi. Shu hamon uyning ichida 100 sanduq paydo bo'ladi. Qosim xushalligidan kulib ketadi. U birinchi sanduqni ochadi. Ichi liq oltin. Ikkinchisini ochadi. Umi oltin. Ammo u uchinchi sanduqni ochganda g'alati ish yuz berdi. Sanduqdagi oltinlar qumga aylandi. Ondan boshqa sanduqlardagi oltinlarmi bir-birlab qumga aylanishga boshlaydi. Qosim qo'rqib, "Mening oltinlarim" deb baqiraydi. Oxirida uning burundan bor bo'lgan mol dunyosini yo'qolib ketadi. Qosim shu chog'da buvayning so'zining ma'nosini tushunadi. Qosim olmaning qolgan yerini olib qaytarib berdi. U qilgan ishidan nomus qildi. Meni kechir, o'g'lim. Men xatolashibdiman. Olim olmani elib yana taqqa chiqdi. U oqsoqolli buvayni topdi. Bova, men bu olmani olmayman. Nimishqa? Bundaq o'ylab qolding o'g'lim. Bir dona olma uchun kishilar bir-biriga dushman bo'lib qoldi ekan. Faqat opam bilan tinish yashasam bo'ldi. Undaqda sen olmaning haqiqiy sirini tushunibsan. U olmani elib yerga ko'midi. Shu hamon yer titraydi. Oltin olma ko'milgan joydan bir kichik buloq etilib chiqadi. Suv tog'dan tuvanga eqib yeziga yetib boradi. Burun qurg'oq bo'lgan etizlar suvga to'ydi. Daraxtlar yeshilnadi. Yezidagilar mo'l hosil oladi. Olim shu chog'da tushunadi. Bir odamni boy qiladigan oltindan butun yurtga foyda beradigan bir buloq qimmatli edi. Oxir yillar o'tib, olim cho'ng bo'ldi. U har qatim bolalarini taqqa ep chiqqanda buloqning yanida to'xtab mundoq deydi ekan. Boyliq degan faqat oltin kumush emas. Qo'lingdagi yaxshilikni boshqalar bilan o'rtoqlasha olsang, shu eng cho'ng boyliq.